Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilar, bizning doimiy kuzatuvchilar. Bizning Instagramda mijozlarimiz juda ko'p mana shu drabelkamiz haqida ma'lumot berishimizni so'raganligi uchun mana shu 3 ta drabelkamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bularni obzor qilib o'tamiz. Bularni avval mana shu eng kichkinasidan boshlaymiz. Bu lentalik drabelkamiz hisoblanadi. Mana markalarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana chiqqan sanalar, og'irliklar, hammasi parametrlar. Bular to'liq mana Bao kompaniyasiga tegishli. Ichini shundoq ko'rsatib o'ramiz, keyin tepasidagi bu nimasi varonkasini tushuntirib o'taman. Mana bu kalyonni pichoqlarni ko'ryapsizlar, o'tkir. Bu chopib beradigan chopqi pichoqlar hisoblanadi va mana bu tomondagi pichoqlar bular yana maydalab tashqariga chiqazib beradigan hisoblanadi. Bular ikkita remin bilan harakatlanadi. 4 kilovatlik 100% lik mis motor. Bularni mana ikkita remin bilan harakatlanadi. Mana reminlarni ko'ryapsizlar va 100% lik 4 kilovatlik mis motor. Tepasida mana datchiklari bor. 100% mis motor. 4 kilovatlik. Buni uzunligiga keladigan bo'lsak, buni uzunligi 130 sm hisoblanadi. Keyin bunisiga o'tamiz, ikkinchisiga. Bunisiga mana bitta parametrini bitta ko'rsatib o'raylik. 9R 3.8 modelimiz hisoblanadi. Bu modelimizni ham hozir bunda obzor qilib, hashaklarni o'tkazib obzor qildik. Mana ichini bitta ko'ramiz. Mana hashaklarni o'tkazdik. O'sha mana pichoqlar chop beradigan. Mana chiqazadigan bu yerda ham pichoq bor, ham hashakni tashqariga otishga yordam beruvchi va kesuvchi pichoqlar bilan jihozlangan, ko'ryapsizlar. Bularni mana tezligimizni o'zgartirishimiz mumkin. Tezlik nimaga o'zgartiriladi? Tezlik o'zgarishi hashagingizni maydaroq yoki yirikroq chiqarishga mo'ljallangan. Buni uzunligiga keladigan bo'lsak, buni uzunligi 150 sm. Shunaqa shekilli, 150 da. Adashmadim. Buni motoriga bitta ko'rsatib o'raylik endi. Bu ham ikkita lenta bilan harakatlanadi. Tepasida datchiklari bor. Bular 100% lik, bu ham mis motor. Bu max motor hisoblanadi. Juda baquvvat motor. Bu 3 kilovatlik motor. Max motor bilan jihozlangan. Bitta ko'raylik necha ekan? 170. Ha, 170 bu, ha, to'g'rimi? 170 bo'ladi. Ya, mana bungacha o'lchanadi, mana bunday. 170 mi? Bo'ldi. Bu uzunligi adashimman 170 sm ekan. Keyingisiga o'tamiz. Mana bunisi endi bu 220 ga ishlaydiganda eng yirigi hisoblanadi. 4.8 modelimiz hisoblanadi bu. Bu 220 ga ishlaydigan eng yirigi. Buni ham mana bitta pichoqlarni ko'rsatamiz. Buni ham hozir hashak o'tkazdik. Buni mana pichoqlariga ham yozilgan Bao deb. Chopib beradigan mana shu pichoqlari, chopqilari va mana buni qarang, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7, 8 qator. Kambay pichoqlar bilan qarang, 8 ta, 16 ta, 32 ta. 32 ta mana shunaqa pichog'i bor. Mana bunaqadan ham 32 ta bo'ladi shunda. Endi buni yopamiz. Buni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, balonlarni qarang, baquvvat pachimnikli balonlar, rezin, yumshoq rezinkalik pachimnikli balonlar. Bu 4 kilovatlik max motor bilan jihozlangan bu ham. Ana avtomatchalari bor. Bular bekorga mana bunga mana rezitka qo'yilmagan, kimdir noto'g'ri tushunishi mumkin. Mana kabelini bitta ko'rsataylik mana. Mana bunga qotiriladi, shunga komplekt kelinadi. Bu tomoniga vilka qo'yilmaydi. Sababi prama avtomatga ulanishi kerak. Tokda bular sal balandroq tokda ishlaydi, e'tiborli bo'lish kerak. To'liq 220 tok bilan ishlab beradi bu. Lentasi mana buni uzunligi metrda olib kelaylik. Mana bitta uzunligini ham ko'rsatib o'raylik-da. Bu 2 metrlik bo'lsa kerak bu. Uzunligi 2 metr bo'lishi kerak. 2 metr. Buni uzunligi 2 metr bo'ladi. Lentalarning uzunligini ham mana bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana lentasini ham ko'raylik mana. Lentasi ham salkam 30 sm, 28 sm lentasi. Bular quruq va ho'l hashaklarni maydalab beradi, xuddi yagordek qilib. Yamaga mana shu solishga poyalarni chiroyli qilib taxlab beradi. Bularni videolarni kanalimizga kirsanglar, buni ishlash jarayonlarini qo'yganmiz. Hammasini ishlash jarayonlari bor. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, bularni tomosha qilishlaringiz mumkin. Bularni narxlariga keladigan bo'lsak, bitta bularning narxlarini tanishtirib o'tamiz. Avval mana shu narxidan boshlaylik. Buni narxi avvallari bular sal qimmatroq sotilgan, hozir narxlari 3.500.000 bilan dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Bunisiga keladigan bo'lsak, bu 3.8 modelimiz 4.400.000 bilan, bu ham dastavkasi ichida. Va nihoyat eng kattasi 4.8 modelimiz. Bu 5.200.000 bilan, bu ham dastavkasi ichida. Bemalol mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar.
qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa kanallarimizga kirib ko'rishlaringiz mumkin. Bulardan to'liq ma'lumotlar ishlash jarayonlari bor kanalimizda. Instagram kanalimiz, Telegram kanallarimizda, YouTube kanalimizga o'tishingiz mumkin, tomosha qilishingiz mumkin bemalol.